Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Fen kombaynni kabinasini ichki tuzilishini tanishtirib o'taman. Mana kabinani ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham keng va shinam, operator uchun barcha qulayliklarga ega. Bundan tashqari mana operatorning yonidagi yordamchisi uchun ham alohida o'rindiq bor. Bu o'rindiq ya'ni yig'iladigan. Bu ham keng, ancha bemalol o'tirsa bo'ladi. O'rindiqning tagida mana alohida o'zini kichkina shu sovutgich moslamasi bor. Bu yerda suv, ovqat ishlash jarayonida kerak bo'ladigan ichimliklarni muzdek saqlasa bo'ladi. Undan tashqari mana orqada ko'rayotgan bo'lsangiz, don yig'iladigan bunkerni ko'radigan oynasi juda ham keng va katta. Bu yerdan ichkarida donni sifati boshqasi juda yaxshi kuzatsa bo'ladi o'rish jarayonida. Keyin bu tomonda, o'ng tomonda asosiy mana shu o'rish jarayonida boshqarish bloki joylashgan. Bu yerda birinchi o'sha joystikda bu albatta kombaynni yurg'izish hamda butun ishlash jarayonida kerak bo'ladigan knopkalar joylashtirilgan. Bu yerda mana motovilani boshqarish, oldida jatkani boshqarish, o'sha to'kish shinekini chiqarish, tushirish, qo'shish, ajratish, keyin jatkani bitta nimada ushlash, ya'ni avtomatik balandlikda ushlash nimasi, avtopilot knopkasi bilan jihozlangan. Mana joystik haqiqiy o'sha operatorni kombaynni transport jarayonida yoki ishlash jarayonida boshqarishda eng ko'p ishlatilgani uchun juda ham mana ergonomik, qulay qilib ishlangan, ya'ni qo'l joylashishi, qo'l charchab ketmaydi, suyanadigan joylari bor. Formalari ham, knopkani joylashishi ham, barmoqlar bemalol har bitta knopkaga mana asosiy qo'lni ko'tarmasdan yetadi hamma joyiga. Bundan keyin misol uchun mana bunisi mana ruchnoy gaz deydi o'zimizda. Ruchnoy gaz moslamasi. Keyin bu yerda asosan mana 4 ta knopkasi. Buni birinchisi bu mana parkovishni nimasi, ya'ni tormozi. Bu yerda buni bitta bossangiz, mana bu yerda qizil yonadi. Ya'ni qizil yonsa kombayn o'sha parkovishni положениyaga o'tdi. Buni bosmasa ham agar parkovkadan yechilgan paytda sidinadan turib kombayn tark etsangiz, u avtomatik o'zi tormozni ishga soladi. Bu ikkinchi knopkasi mana rasmidan ham ko'rish mumkin. Bu yerda orqa bilasiz, bu kombaynimiz oldi orqa tortadigan qilib ishlangan. Bu yerda orqa g'ildiraklarni ham vidoshi qilish uchun bu knopkadan foydalaniladi. Va keyingisi albatta mana shu ikkitasi ishlash jarayonida kerak bo'ladigan, bunisi mana baraban hamda butun молотильный sistemani ishga solish uchun, bunisi oldidagi jatkani qo'shish uchun ishlatiladigan knopkalar. Bular mana rangi ham alohida ajratib ko'rsatilgan. Bundan tashqari mana yo'llarda bular mana barabanni tezligini o'zgartirish, podbarabaniyani uzoqlashtirish, yaqinlashtirish hamda o'sha ventilyatorlarni havo beradigan kuchaytirish, kamaytirish havosini, keyin eleklarni sozlash, keyin mana bu bunkerni tepadagi qopqog'ini ochish, yopish. Bunisi bo'lsa, bu orqada mana kamerada ham ko'rinib turibdi. Somonni maydalab, bu nimada izmelchitelь ham bor. Somon maydalagish bu jihozlangan. Maydalangan somonni chapga, o'ngga bir xil sochilishi yoki chap tomon, o'ng tomonga ko'proq sozlash uchun mana o'sha направляющий nimalarni ham, plastinalarni o'zgartirsa bo'ladi kabinada o'tirgan joyda. Mana bu ikkita sariq knopka bo'lsa, bu agar biz jatkamizni yonida o'sha yon pichoqlari bilan jihozlansa, ya'ni rapsga o'xshagan ekinlarni o'rishda ishlatilgan pichoqlar jihozlansa, o'shani qo'shib ajratish uchun da foydalaniladigan knopkalar. Mana yonida buni tepasida alohida bitta monitor turibdi. Bu monitorda mana ko'rib turganingizdek kamera ko'rsatyapti. Kombaynimizning orqasida ikkita kamera bor. Bittasi tepadan katta obzor bilan ko'rsatadi, ya'ni bu yerda jatkani, orqada yurayotgan jatkani, kombaynning orqasida nima bo'layotganini kuzatish mumkin. Agar keyingi kameraga o'zgartirish uchun bitta mana shu knopka bosilsa, ikkinchi kameramiz mana farkopni tepasida turibdi. Bu farkopni tepasidagi kamera bir paytning o'zida video bilan audio ham yozadi. Mana shqillab ovoz chiqyapti, uni ko'tarib kamaytirsa bo'ladi. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Mana operator orqa bilan yurib aravachani qo'shayotgan paytda, ulayotganda sharaq qilib o'shaligi avtomatik ulaydigan joyi nima ishlaganini sezadi bu yerda. Bu albatta kamera ertaga operator bitta o'zi dalada aravani qo'shish, ajratish uchun boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lmaydi va o'zi bitta ishni o'zi bajarishi bo'ladi. Endi mana asosiy ishlash jarayonida kerak bo'ladigan boshqaruv terminalining menyusi va uni ishlash
nastroykalari bilan sizni yaqindan tanishtirib o'taman. Mana shu terminalda mana asosiy ekrani bor. Asosiy interfeysda bu ishlash jarayonida, misol uchun, 3 ta joyda qanaqa batareyalar bo'lyapti, uni ko'rsatadi. Keyin barabanlarning oboroti, ventilyatorlarning oboroti, hamma narsasini ko'rsatib boradi. Bundan tashqari qancha moyi bor, motorni temperaturasi, hamda jatkani, misol uchun, enini 100% o'ryaptimi yoki undan kammi ko'rsa bo'ladi. Keyingi menyuga o'tsak, mana misol uchun bu yerda Motovila hamda jatkani nastroykalari bor. Jatkada misol uchun balandlik, pastligini sozlash mumkin. Motovilada ham tezligi, balandligi, aylanish oborotlari hammasini shu yerdan sozlab avtomatik nastroykalarni qilsa bo'ladi. Undan tashqari mana qiyaliklarda o'riladigan bo'lsa, u yerda o'sha naklonni ham avtomatik sozlasa bo'ladi. Keyingi menyumizda mana u juda ham qiziq menyu. Bu yerda mana ichiga kirsak, mana yozib qo'yibdi, pshenitsa, ya'ni bug'doy o'rish uchun nastroykalar kiritilgan. Aytaylik, mana kombayn borib arpa yetishtirilgan dalaga borilsa, arpani tanlash uchun bitta shu knopkasi bosilsa, mana u joyda kirilsa, misol uchun keyingisi mana arpa yoki suli, ro'sh yoki tritikali, guruch, kukuruza o'riladigan o'sha ekinni o'zi tanlanadi. Mana nimani bossak, avtomat mana shu joyda mana nastroykalari, oldindan kiritilgan nastroykalar chiqadi va o'shani misol uchun qabul qilsa, mana hozir bug'doy bo'lib turibdi, mana arpaga o'zgardi. To есть avtomat keyin o'sha barabanni oboroti, elaklari, nastroykalari hammasi sozlanadi, ya'ni sentralniy markazda. Bu juda katta qulaylik beradi, sababi hech kim ham operatorlar misol uchun 5-6 xil ekin turini, mana 6 ta parametrlarini qaysi положенияda turishini eslab qola olmaydi yoki uni qog'ozda olib yozib yura olmaydi. O'shaning uchun mana shunday nimani bitta avtomatik nastroykani bosadi, keyin bir 50-60 metr o'rib ko'rgandan keyin bunkerga tushayotgan donni sifatdan kelib chiqib, qo'shimcha sozlash kerak bo'lsa, o'sha joylarni dalani o'zida bemalol amalga oshiradi. Bunda operator ishlasa, kuni bilan misol uchun smena bilan ishlasa, bir 7-8-10 soat ishlasa ham umuman toliqmaydi. O'zini yaxshi his qilib ishlaydi. Endi qolgan texnik parametrlarni biz sizga albatta tashqaridan o'sha joylarga chiqib tushuntiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.